Xo'p, assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun aynan IT dasturlashga tegishli bo'lgan bir qisqa abreviatura haqida O'zbekistonda, ya'ni startaplar orasida mashhur bo'layotgan abreviatura haqida gaplashamiz. Bu nima haqida? Xo'p. Bu MVP, ya'ni Minimum Viable Product. Ya'ni nima degani? Nima uchun aynan ko'p dasturchilar, yangi boshlagan dasturchilar, farqi yo'q, solo programmer, developer deymizmi yoki guruh bilan ishlayotgan dasturchilar deymizmi? Aynan shu narsadan, shu 3 ta harfdan asosiy funksionaldan qiynalib kelishyapti. Bu nima degani? Yoki bu nima uchun kerak va qanday ishlatiladi? Xo'p, bu oddiy bir siz application dastur, iOS uchun, Android uchun yoki bo'lmasa web dastur qilmoqchisiz, qanaqadir muammoni yechmoqchisiz. Xo'p, asosan nima bo'ladi va nima bo'lyapti? Qanday xato? Xato shundaki, siz bitta muammoni hal qilayotgan paytda dasturni ommaga chiqarmasdan uni buyuk, ya'ni yetuklik darajasiga yetkazishga harakat qilyapsiz. Bu juda ham xato narsa. Startaplar uchun yoki bo'lmasam dasturlashni boshlash uchun shunday bir narsa kelib chiqdiki, yaqinlarda endi aynan startaplar degan sababi bu startap tuzish paytida kelib chiqqan abreviatura. Nima uchun kerak? Shu paytda MVP kelib chiqqan holatda siz misol uchun qandaydir bir jamiyatni, davlatni yoki bo'lmasam qandaydir bir sohadagi muammolarni hal qilish paytida dastur tuzayotgan bo'lsangiz, 20 ta funksiyani u dasturda joylab keyingina chiqarishingiz Play Marketga yoki bo'lmasam App Store'ga shart emas. Qanday qilish kerak? Asosiy 3 ta, 4 ta, maksimum 5 ta funksiyalni chiqaring. To'g'ri, siz qandaydir muammoga yechim topgansiz. Bu uchun siz o'sha 4 ta yoki 5 ta funksiyalni chiqarganingizdan keyin butun ommani, o'sha dastur kimga kerak? O'sha userlarni siz fikrini bilishingiz kerak. Va ana shunda siz dastur haqiqatan kerak yoki kerak emasligini anglab yetishingiz mumkin. Xo'p, nima muammo bo'lyapti? Nima uchun shu muammo bo'lyapti? Meni tanishlarim bor, dasturchilar. 5-6 kishilar yig'ilib, 5-6 kishini yig'gan, mening yaqin o'rtog'im 5-6 dasturchini yig'ib, o'sha o'zi o'ylagan qandaydir bir sohani muammosini yechaman deb MVP haqida yoki bo'lmasam startapni boshlang'ich usullari, bozorni o'ylamasdan dasturni 6 oy davomida mukammallashtirgan. Va Play Marketda hozir afsuski 2 yildan beri ishlatilmasdan yuribdi. Bu yo'g'i 100 tadan ortiq foydalanuvchi skachat qilib olib ishlatgan xolos. Xo'p, shu uchun bizda endi O'zbekiston sharoitida emas, butun dunyo sharoitida ham dasturchilarning holatida MVP, ya'ni Minimum Viable Product. Siz chiqarmoqchi bo'lgan dasturni qisqacha qilib aytganda, oddiy yechimini, oddiy shu bir nechtadir funksional holatida chiqaring va foydalanuvchining fikrini biling. Pulingizni, asabingizni va vaqtingizni tejang. Va shu uchun bizga MVP kerak bo'ladi. Xo'p, bugun siz MVP haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldingiz. Keyingi darslarimizda, keyingi videolarda esa sizga shu MVP ni bir hafta davomida boshidan to shu bir Play Marketgacha chiqarishni o'tuvchi bir darslarni keltirib chiqaramiz, agar sizga kerak bo'lsa.